Ismoil akamiz Yevropada qurilish obyektida ishlaydilar. Oilalari qancha, hujjat, yashash joyi hammasi haqida hozir ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zbekistonda qayerdansiz? Farg'onadan. Farg'onadan. Qachon keldingiz Latviyaga? Men bir 2-yil ishlayapman, katta. Oilalarni esiz, bizning hamyurtlarimizda siz hozir tomosha qilib ko'rishadi. Haqiqiy oila qo'lingizga oladigan soatlar bilan. Oilaga birinchi yan kelganimizda oddiy patsomnikniki, oddiy qo'lidan ishlama kelmagandiki 8,5 euro to'laydi. Sal o'zini ko'rsatsa, oilaga sekin oshib boraveradi. Bizniki shunaqa bo'lgan endi. Qo'lida hunari bo'lsa. Hunari bo'lmasa patsomniklikka juda qiyin olma. Chunki patsomnikda ham ishi ham og'ir, hamma ishni patsomnik qiladi o'zi. Ham ishi ham og'ir, ham oyligi ham shunaqa. Siz hozir bu yerda aynan nima ish qilyapsiz? Meni ishim o'zi endi klatchikman, g'ish uraman ko'proq, shu blok, penoblok, fitoblok, gazoblok, shunaqa ishlar uraman. Endi hozir bizda qurilish jarayonida 4 etajlik, даже podvali bilan 5 etajlik monolitni dom tushyapti mana. Mana elektrosetga zdaniya tushyapti. Hozir mana bahordan faqat shu beton monolitda biz. Til bilish darajangiz qanaqa? Til bilish ruschani o'rtam yona bilardim. Hozir mana latishlar bilan ishlayapmiz. Yaxshi, вообще latishlarni отношенияsi ko'chada ham, shaharlarda yursangiz ham birov bilan birovning ishi yo'q-da, maza qilasiz. U отношенияsiga gap yo'q unisiga. Latishni ham o'rganyapmiz. Hozir latishni ham gapirib turibmiz. Hozir sizni ko'rib turgan o'zbeklarga nima ayta olasiz? Kelishlari uchun qanaqa tavsiya berasiz? O'zbeklarga endi kelish uchun shu ko'proq shu hunar o'rganib, qo'lida hunari bo'lsa, yaxshi pul ishlayman desa, kelishaversin. Bunaqa karvon ko'p, rizqi bo'lak, ish ko'p. Faqat bitta bu qurilish emas, boshqa sohalarda ham ishlar ko'p. Misol uchun talab ko'p. Omad hammaga kelaveradi. Bo'ldi, rahmat sizga ham ishingizda omad.